siz ijtimoiy loyiha qilaman desangiz, qaysidir bir davlat korxonasi bilan o'sha kommunikatsiya olib borasiz. G'oyani qanaqa qilib sotish kerak mutaxassislarimiz o'zini g'oyasini? Xayriya muammoni hal qilmaydi. Xayriya faqat o'sha muammodan qiynalayotgan odamlarga yordam beradi. Nestle sut mahsulotlari O'zbekistonda yo'q, lekin hali ham odamlar nima sut ichasan desa Nestle deydi. Bu hamma kompaniyalarga maslahatim, hozirdan imij ustida ishlab boshlamasa, ertaga kech bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi piarligi bilinmaydi. Shunaqa PR qilish kerakki, odamlar buni chin sifatida, ya'ni chin dildan sifatida chiqqan bir tashabbus deb qabul qilish kerakda. Mana siz PR kreativ bo'yicha mutaxassisiz. PRda necha xil turi bo'ladi? Eng katta xato PRdagi bu qora PR, o'sha PR deb bilish. Yaxshi PR qilinadi yoki yomon PR degan tushunchani tadbirkorlar yoki mutaxassislar qanaqa qilib bir ajratib olsa bo'ladi? Ertaga siz reklama qilasizmi, marketing qilasizmi, PR qilasizmi, odamlarning muammolarini tushunishingiz kerak va ularga hamdard, o'sha empatiya bo'lish kerakda.